nega investorlar aynan shu proyektdan uy xarid qilishlari kerak? Bu proyektimiz Jidda shahrida, Arabistonda joylashgan, Qizil dengiz yonida. Jidda bilasizlar, Makkaga 1 soat masofada. Arabistonda birinchi marta o'zingizni nomingizga uy olsangiz bo'ladi. Hozir endi shunda doimiyga sotib olib, farzandlaringizga meros qoldirishingiz mumkin. Shunaqa, hozir o'zingizni nomingizga polностью Jidda shahrida, Jiddaning eng juda ham chiroyli lokatsiyasi Qizil dengizi yonida. Umraga borganimda uyim bo'lsin, arenda hamma strategiyaga to'g'ri keladigan, zo'r narxlarda chiqqan. Hozirgi holatda 2 bedroom, 3 bedroom uylarimiz qolgan. 2 bedroom deganimiz bu примерно 140 kvadratniy metr. 140 kvadrat bo'lsa, o'rtoqlar Toshkentda unga 5 xonali kvartirani razmeriga teng-da. Endi tasavvur qilaverasiz endi. Полностью отделка, полностью remont, texnika hammasi bilan topshiriladi. Bu narxlari 900 ming dollardan boshlanadi. Demak, bu pulga to'liq jihozlangan holda kvartira sotib olishadi. 900 ming deganimizda bu 100% to'lov emas, ya'ni bu bo'lib to'lanadi. 4 yil mobaynida bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 20% как первоначальный взнос, keyin har yili o'sha qurilishga qarab 20% dan to'lanadi. Tushunarli. Xo'sh, o'rtoqlar, agar ushbu proyekt haqida sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, hoziroq bizga murojaat qiling, biz sizga to'liq yo'l-yo'riq maslahat beramiz.